Çırağı dünyasıga nurunuz berdi hararet Ecriniz tam kıyas Selam Oturalım. Oturalım bakayım ya.
muzika? Dolan. Ha? Dolan. Qayerning muzikasi? Dolan muzikasi. Mana bu dolanlıqlarning muzikasi. Bu qalbning zilzilasi, shodlik nolasi, muhabbat nabiti, yo'g'ruq to'yilgan melodik fontan. Unda bo'lsa, salomlashasizlar. Dolan xalqi haqida izohlaydiganlar bormi? Dolan xalqi dolan haqida. Unda bo'lsa, bu yoqdagilar hozirga qadar bizning tadqiqotchilarimiz, mutaxassislarimiz dolan ham dolan xalqi haqida nurg'unlagan tadqiqotlarni ishlagan bo'lsa-mu, birlik kelgan o'rtaq qarash yo'q. Lekin mavjud bo'lgan bir nechta qarash bor. Men shularni sizlarga qisqa izohlab o'taman. Birinchisi, dolan bu qadimgi Uyg'ur qabilasining bir tarmog'i bo'lgan dolang'it degan so'zdan kelib chiqqan. Dolang'it qabilasining bir tarmog'i degan qarash. Ikkinchisi, dolan bu dövlangan mallar, dövmallar degan gapdan kelib chiqqan deb atashadi. Uchinchi birisi, dolan so'zi turan so'zdan kelib chiqqan. Turan so'zdan istimalning ma'nosidan kelib chiqqan degan qarash. Bu ilmiy asosi yo'q ekan. Endi to'rtinchi bir qarash, dolan so'zi yoki dolanliqlar Mo'ng'ullarning avlodi degan qarash. Bu texnik fikrab turolmaydi. Bular qanday qaragan desanglar, 10-asrda Mo'ng'ul imperiyasi Osiyoning ko'p qism joylarini egallab olgandan keyin Xinjiangni bosib oldi. Xinjiangni bosib olgandan keyin bir qism Mo'ng'ullar Taklimakanning g'arbiga ko'chib kelib, shu yerdagi Uyg'urlar bilan birga yashash jarayonida Uyg'urlar Mo'ng'ullarni osmonsiya qilgan. Shu jarayonda bu dolan so'zi nima? Mo'ng'ullarning avlod deyishga bo'ladi, dolanliqlarni degan qarash. 5-chi bir qarash, dolan degan bu so'z dala degan so'zdan kelib chiqqan. Chunki dolanliqlar yashash sharoiti jarayonida dalalarda sirtlarda yashashga odatlangan degan qarash. Mana shunday bir qancha xil qarashlar mavjud. Bularning bir qismi putab turolmaydi. Ba'zilarining ilmiy asosi yo'q. Undaq bo'lsa, zodi qanday qarashni muayyanlashtirish kerak degan masala. Shuni muayyanlashtirish lozimki, miloddan ilgari 3-asrda yashagan, 7-asrga kelganda gullab rivojlangan dolang'it qabilasining keyingi avlodi mushu dolanliqlar degan qarashni muayyanlashtirishga burilgan. Ya'ni miloddan ilgari 3-asrda yashagan, 7-asrga kelganda gullab ro'naq topgan, biz eng vaqtga qadimgi Uyg'ur qabilasining bir tarmog'i bo'lgan dolang'it degan mushu qabilning keyingi avlodi dolanliqlar bo'ladi degan qarash. Mana bu dolanliqlar mana shunday uzun muddatlik tarixiy taraqqiyot jarayonida o'zgacha bo'lgan xoslikni, madaniyatni saqlab keldi. Ular nerede yashaydigandi sizlarcha? Dolan daryosi, Oqsu, Qartal, Kucha, necha? Marog'lishi, Makka, to'g'ri. Yakan daryosini bo'ylab manganda Marog'lishi, Makka daryolari. Tarim daryosini bo'ylab g'arbga sharq qarab manganda Oqsu, Avot, Oqsu, Qartal, Shaya, Kuchaning janubiga cho'g'an, mush keng ketgan zaminning hammasi Dolan xalqining yashash zamini bo'lgan. Dolan xalqi mana shunda keng ketgan zaminda yashash jarayonida Tarim daryosi, Zarafshon daryosining erkak suyini ichib, pokiz aqidalar ro'yini sug'urib, o'zgacha bo'lgan madaniyatni, xoslikni ajdodning avlodga davomlashtirib keldi. Undaq bo'lsa, biz bugungi shu dolanliqlarning ajdodi bo'lgan dolan yoshlik qandoqdi degan narsani cho'qim bilgimiz keldigandi. Ko'rib turibsizlar, bu asarning avtori kim? Nurdin Sabir. Biz asosida qaranglar, aslab o'taylar. Shunday qilib qolgan bugungi tomoqdan keyinlar Asiha Mo'ay, oqchash qalbga Asiha Mo'ay huzurni bo'layni naqsni oldi. Bo'libmi bo'vay? O juda muqomiga to'g'rilganda bo'lsa, Mo'mayning tallari zodi yayrab, o'zining bundan burunqi 45 yil ilgari qiz
qizlik davrida to'y ko'chirish murosimini aslidan qolmaydi-ku deyman. Vaqtda chechini 16 yilga ko'rgan, 16 yoshlardagi bu chiroyli qiz otning tuzilgan holda ishki yigit yigitlar maqmoqda. Undan keyingi holda yigitlar jular muqomini mushu xuddi butun do'lonliqlar gul do'lon xalqi mushu qiz uchunlar jular muqomini to'lab maqmoqda turgan. Mana ashkashlik 45 yil o'tib ketdi. Anda bo'lsam 45 yildan keyingi turmushi zani qanday qani savolga kerakki yolg'onlar anda bo'lsam qurbonim o'qma Keşke naqsha dedi o'g'li ota-onasiga olib uloq yani yapiga tomar ketgan echmoqdan bu ochiqni uyda aytib naqsh etmaydan qo'shgan bo'lsa men o'zimni qo'shgan bo'lsa bundan do'lonlikni qili yo'q. Nima dedi o'g'li kechirib dunyodagi ilg'or madaniyatni bilmasdan do'lonlikni qonun-qoidani yangilarga tamomlamoq uchun bu güzel vakit kavuşturmanın bir iş. Şundan kurtuldum sağlam burada buradaki üzüm ayı tabanına yürüysen. Bilmezsen benim bayrakımı, uşanlıkımı, nakşablar usul. Nakşsız, usulsuz ötken günüm sırtmakta durman pek azaplı. Sen de bütün dolarlarını verirlerden azap benim ölçütmektim. Benim balam olsa dolarlar pek adam yok. Hoş, oturma. Ada asıl sabah başlasın etmekler. Muşuk dağılıp kimlerle otursa cevap verip atıldı. Kim cevap verdi? Kim cevap verdi? Ada asıl neyine? Neri güzel? Kendinden kalkın Kendinden kalkın otursa da. Şuna ko? Kendi nimsi? Kendi oğlu değil. Kalkın oğlu. Şundan o. Ha, masa asıl cevap verdi bana. Dünyadaki ilg'or madaniyatni bilmaysan, do'lonlikning qonun muqomini yer davlatga tanmoqchimisan, bu güzel bakka kava tergan bekatirish. Endi siz mishada dunyodagi ilg'or madaniyatni bilmaysan, do'lonlikning qonun muqomini yer davlatga tanmoqchimisan, bu kimning so'zi? Kendining so'zi. Kim deyapti? Mushu til tasviridan siz nimani his qildingiz? Kendine layıkı şu vakitki solcu ilginin tesirine uçurab sennetini da karlaydıgan sennetini da içetki kakıdıgan Nimani tasvir tushirdi? solcu ilginin Ayni vaqtga solchi ideya, ya'ni madaniyat zo'rliqlarining 10 yillik nimasiga ta'sirga uchrab nimani xabarlaydigan qoldi? Milliy san'atni ham san'atchilarni xabarlaydigan qoldi. Xulosada keyingi narsa, keyingi misollar, Sho'xatjon siz turman. Shunda bo'lganda saqlab bir bor birdek bo'lguncha o'zing loyiq topolmay yursan. Kendi necha yosh? Necha yosh? 27 yosh. Shundaqmi? Yaxshi o'tiring. Arman. 27 yosh kirguncha bir yigit loyiq topolmabdi. Nima uchun? Bu naqshni so'yganlik uchun do'lonliklar o'xshamagan uchun qizlarni. Naqshni so'yganlik uchun do'lonliklarga o'xshamadi. Shu to'ylarga mashrabdan qolganki uchish, qizlarga uchish. Kursiyor. O ailede yoki xizmatda qanday pozitsiya tutdi? Masalan, oilada ota-onasiga nisbatan Xizmatlar suydu, xizmatlar aktiv, uygusa, ota-onasi uchun otasi kuyunamdi. kuyundu. Ota-onasi kuyundi vafoda. Lekin 20 yoshga kirgach bu loyiq topolmay saqlab bir bag'idek bo'lib ketdi. Faqat sizlarga yigitimiz nima sababdan? Nima sababdan? Anda hozircha davomlashib taqaylar. Oblekin. Mundaqni qo'llamasdan belgiga qiziq taqab, bunga qo'lni yuzib, so'zlar naqshlar o'shqilib qo'ydi. O'tirma. Arzungiz turma. Bu kimning so'zi? bu apsının Opisining kimi degan so'zi? kendi aşırı Qaltaqo'nga degan gapda. Beligi qizil taqab, uning qo'lini usul bilan naqsh o'shqib qo'ydi. Qaysi tarafga ko'rsatdi? Madaniyat zo'r inqilob. O'tirma. Nurga
Aslida sana bir yigit aşık bulup kaptı. Lekin sınavdan usul oynamaslıkni, nakş etmaslıkni talep qilgan. Bu tecavüzlerden gelen o çok qilgan. Ada olsa keçti. Qani, qazın aytib baqsa, bu kimlar kimning gapiga? Qani. Gülnigan. Asidalar kenjine yağlı. O'tiram. Almarjon. Kimsi? Bilmem, nakşı bilen usulünü yaman gördüğün adam mahallemizde yalnız birler. Siz onunla yok, onun kızıkçılığı yok, doğudan kızları onunla bu dert laftan koyup. O'tiram yaxshi. Do'lan qizini nindab laqam qo'yibdi? Ana o'z Almarjon, nima ish qilib but dedi? Çünkü Ha. usul oynamaydı, sanat söylemeydi. Ha. Mendeki barlık yaş kız oğlanın annesi nimini söyledi? Hoşallığını, kaygısını, barlık yaşamını nimine ifade eder? Lekin bizim kendici Sanat şu o ne oldu? Bu oldu. Yetim kaldı mı? Yetim kaldı. Oturun. Hemen anlaştırayım. Tümendeki diyaloglarga qani kim o'qib beramaydi? Nuriya Rahman. Dikenler arasında Nur'un bayrakları emekten kaçaktır. Usul oynat nakşiyette tapçı birbirine 30 yıl oldu. Kendiniz koyun ki ben başına aşkısını gösterdim. Ben 30 yıl yaşadım. Öldüğümde namazımda 10 üstünlük yerine aldım yıldım. Sen şu çaktan nefret kılan ağzına kıcırtısını falan. Yaxshi, o'tir. Ariflima, Raziya. Sizningcha, o kimlar o'tirishga dialog? Nima uchun ishlardan kechikmay oldu? Kendiga usuliga bilan cho'g'achalar aloqasi natijali haqoratlar haqorat degan vaqtda natija olingan o'zini shu san'atni so'zlarini bildirib qo'yish uchun Nima haqorat deganda, Natiyani? sen ahmoqchi ish qilishni bilmaysan O'g'rim deb aytganlar. O'ldirim. Adamsa, yana yana qanday savoldoshlar. Natiyani nima uchun kanji o'g'rim oxlanchi deydi? Qani, qaysini aytib berasizlar? Natiyani nima uchun oxlanchi o'g'rim deb ataydi kanji? Qani? Nima uchun? Qadriya. Chunki Natya xalq san'atkori u o'zining butun qayg'usini, xo'shalligini o'z usuliy naqsh orqali ifodalaydi. U mayli qayerga borsin, o'z naqsh bilan o'zini ifodalaydi. Shunga Kenji Natyaning doimlam naqsh bilan yurganligini ko'rib, uni sen naqsh bilan aytib yursa, asqatmaydigan ko'l muqomlarni aytsa deb o'rindi. O'rin deb aytmaydi. Adamsa, asliki abzasa qaranglar. Sen Natyadan o'rganginu, texe ancha muncha o'rgangansan. Paltaqlarda butun dolan bo'yicha birinchi sulchi. Damga yorug'idek o'rgansan, xoriti yuzin bilan uning qarayman. Nima uchun Natya paltaqon adını yorug'idek o'rganish qarori qilgandi? Qani, o'ylab baqamana. Ancha muncha o'tib qo'yish bo'lmasmidi? Rabiga. Çünkü meldeki kızların annesi uyup deprem koydu. O konuda Aside ve kol kültürmen dedik hemen çokum sünnet büyügemizden münaikədeydi. Şu mezgillerde o sünnet büyüçeriyanda özününki kaygısı bir sənətə qıqbalıqsa həmədə muvaffaqatının sənətlə bir dolan yaşlı buluş tiyisini gibi düşünürler. Sənətini haqiqət büyüyüşür. Hakikaten to'liq voyil yetib kamal etgan holda tugilish qarori keldi, ha? Qalqaqın o'simi usullanmaydi ekan deysiz. Men seni ashunchalik o'ynalaydigan qilib chiqmasam, natija bo'lmay ketay. Kimga aytdi? Qudoq asta qaranglar. Asligini. Odila qiz, siz o'qiydigan? Başka benim otel bakım var. Lekin işimini biz işini bence toylarken bu ben yalan beklemeyen vazifeyi tüketmeye kayıtlanıyorum. Kendime demişlerini tutuş ağzım. Bu neredeki paranglar? Kıyatla paranglar?
emgak maydoni, shundaqmi ish maydoni. Bular nimaga borgan savolashlar? Ish emgiga borgan, ha? Bu kimning gapi? Kenjining yoshlar degan gapi, ha? O'tiringlar. Bundan Adiljon. Asli gapsiz qaraman. Ben kendine yoluma karaydıma adem yok. Onun üstüge meşret bilen mi koşuyor? Aramızda kyon yerim bulunmadan bir adem var iken. Şimdi ona... Hakikaten kenjining ko'ngli yerim bo'ldimi? Yo'q. Ko'ngli yerim bo'lmadi. Bag'isi bormi mashlar? O'tdak bag'isi bor. Uchuq bag'isi bor. Lekin tashlab qo'yib ba'zi bo'lamdi ishni. Mayli. Ish maydonidagi barliq vazifalarni to'liq tamomlashi lozim. Voyaga yetib tugatib, ondan berishi lozim. Lekin ko'nglida uchuq hozirning o'zida qarab kelsin. Bag'isi bor deydi. Onun hargizmi ko'ngli yerim bo'lmagan, ko'ngli hammadan bak yerim bo'ldi. Chunki u nima degan savoldoshlar? Bir oy jarayonida kimda usul o'rgandi? Kim bilan o'ynaymanda? Dahosi biz asrimizdagi asosan personaj Kenjiga baho berib boqardik. Savoldoshlar. Kenjini dolarlıqlar nima deb atadi? Dolarlıqlarning qini yo'q. Nima? Ha. Qani? Ha, saqlam bir balon ko'rganmidi? Dolarlıqlarning qini yo'q. San'atni qo'llaydigan. Ha, san'atni qo'llaydigan yovvoyi tabiatlik degan mana shunday ayblashlarni kim angladi? Kenji. Mana shuni anlagandan keyin endi sizlar deb aytinglar. Kenjining ideyasida yoki Kenjiga ta'sir qilgan ishlar bo'ldimi? Bu so'zlarni anlagandan keyin. Bo'ldi. Bo'ldi desang bo'lamdi. Yo'q shirdi. O'z qanday bo'ldi? U o'zi yaxshi ko'rgan qiz Asidaning o'zini qilib degandan keyin cho'qim mana uslugini o'zi yaxshi ko'rgan qizni emzigan. Usul oynasamlar, Asidani alamay ekanman degan nuqtamni ko'rsatib usul o'rgandimi? Yo'q. Yana bir o'z datsning arzuyini datsning arzuyini tuzish uchun o'zini haqiqiy bir dolarni olib Nimaga yaxshi javob buni? O'zining haqiqiy bir dolar o'g'il ekanligini isbotlash uchun. Chunki nari cho'ng oldi? Nari cho'ng oldi. Uning to'mir eqmayotgan qan kimning qani? Oltaqni emas, dolarliklarning qani. To'mirni o'rgashayotgan qan dolarliklarning qani. O dolar zaminda cho'ng oldi. Faqatgina xo'sa, o'tirib yaxshi. Nabijon, siz eshitib qolamsiz. Shuni qaraganda Kenji faqat Asidani ashu Vasliga yetish uchun va muhabbat uchun va usul o'rgandi desa xato bo'ldi ekan, ha? Yo'q. Asidaning vasliga yetish uchun usul o'rgandi degan. Tushunsak bo'lardi ekan. Ularmi mamnu? Mayli. Asidaning vasliga yetish uchun usul muhabbat uchun va usul o'rgandi desak to'g'ri bo'lmaydi, o'tirib. Birinchidan sizningcha Normal adam bo'lganki, uning bizdan bir güzellikdan huzurlanish, güzellikka intilish, havasliga nasib bo'lganda, insoniy tuyg'u bo'ladi. O birinchi normal odam. Ikkinchisi qayerlik? Dolarlik. Yana birisi. Dolarlikni yana birisi o nima uchun o'rganganini kimning vasiga uchun? Demak bu mushu real turmush qonuniyati. İctimai muhitning ta'siri ota-onasining medyaning yetaklashi ham o'zining haqiqiy qizg'inligi bilan bu usulni o'rganish qaroriga keldi. Bu nimani yo'qotib qolganligini his qilgan bo'ldi. Masalan, eng oxirgi mashhur o'girib kelmadimi? Kelgandan keyin shunday chiroyli yasagan Asidalar bir maydon usul o'ynagan. O'zi yaxshi ko'rgan Asidalar usul o'ynash fursatiga erishdi. Mana o'sha fursatga erishtirgan kimdi? Dolar usuli. Kimning usuli? Xalqimizning usuli. Shundaqmi? Xalqimizning usuli bizning milliy san'atimiz, milliy adabiyotimiz mana mushunda fursatni yaratib berganligiga suyunib ketdi. Cho'qim men
avlod davomlashtiraman degan xiyol keldi-ku deyman so'yapti. Undan bo'lsa biz asrimizga bosh qahramon Muhammad Baqayli. Kenji sinamcha qanday xarakterli odam bo'ldi? Qarang. Ularni ko'rib javob berishmoqlar. Ha. Bir yaxshi o'smishisi yo'q. Guniga. Kenji Amerikan kasbdan qizlar suydigan oqgul sevmaymiz. Yaxshi. Yana-chi? Rabibi. Kenji Amerikan kasbdan qizlar suydigan otasi vafodor. Otasi vafodor. O'z muhabbati sadiq. Uyg'ur yigitlarni kiydi. Alqanjan. Kenji Angela qizim suydigan, aqlini samimiy, ota-onasi kuydigan, milliy san'atning qimmatini bilib yetgan bir avlod yashagan obraz. Ana, yaxshi javob berdingiz. Kenji vafodor, Kenji vafodor. Xizmatni qanday ishlaydi? Ishlaydi. Ota-onasi vafodor, xizmatni qilib ishlaydi. Lekin uning bundaq bir gumur-mur, mundashdak do'st birodarlari bormi? Yo'q. Uning barliq do'stlari nimani suydi? San'atni suydi. San'atchilarni suydi. Lekin Kenji buning aksicha yetim qoldi. Yana bir tarafdan o nimadan ayrilib qoldi Kenji? Nimadan ayrilib qoldi? Dolarlardan yoki xalq arzidan, xalq san'atidan ayrilib qoldi-ku deyman. Shunaqmi? Xalq san'atidan ayrilib qoldi, o'zini shuncha yetim, bechora, yakka yegona his qildi. Shunda qilib u bir kamtik narsani his qilgandan keyin men zodi uyg'onay deganda turmush qonuniyati, ijtimoiy muhitning ta'siri, ota-onasining yetaklashi, materialning qo'llashida bir qator sabablar tufayli haqiqiy bir dolan yigit chiqdi. Mana ko'ranglar. To'sinjon, qanchalik aytaman? Asardan bosh qahramoni Kenji Angela qizini so'ylagan tirishchan, oqko'ngil, samimiy, xizmatda aktiv, ota-onasiga kuydigan, kitobxumar, yolg'on so'zlamaydigan usta rassom. Yangi davrdagi chekidan oshgan yangi xurofotning og'ir darajada zarbiga uchraganlar milliy san'atni inkor qilib, san'atkorlarni past ko'rib, 10 yillik avrishi, esiyat bo'lmay o'rganishga moyillikni ajdodlarimiz yaratgan milliy madaniyatni, milliy san'atni inkor qilish bilan o'tkazayotgan so'l Lushan idisiga sig'dirayotgan soxta erkaklarning ta'siridan ro'yi yukni tadrijiy qilib, milliy san'atga xizmat qilgan bir avlod yashamoqda. Yaxshi. Ana o'z Qantaxon. Qantaxonga baho bersangiz, qani qaysi savolga baho berdi Qantaxonga? Xudoga ko'taringlar, yigit ko'taringlar tuyamidimi Qantaxonga? Orzugul. Qantaxon Amerika men milliy qism suygan, milliy uchun qo'llanganlarni ular qo'llaydigan milliy o'z qasdek qasdlamoqchi. Yaxshi. Demak, buni emgakchan men butun umrini dolan xalqqa avlodni salomlashtirib kelgan, o'zga san'at muhitida o'tkazgan, ma'naviy boylik, uning emgagi, turmushi, xo'shaligi, qayg'usi bilan bir jon, bir tan bo'lib ketgan san'atxumar Uyg'ur dehqonlarining obrazi. Demak, san'at Qantaxon uchun bir tan bo'lib ketgan. Makkachi, Makka, Guljamal Umar. Xalq san'ati o'zining bir bayrog'i ve mülki hesaplar xalq san'ati o'zining birimli g'ayratini qurban qilgan tarixning ma'naviy turmushiga go'zallik va jushqunlik elib kelgan. Yaxshi. To'liq javob berdingizda. Tushunammi? Barliq boylikni nima o'ylaydi Makka? Makka uchun bir boy, uning butun umrini odimi ma'naviy turmushiga go'zallik, jushqun ruh elib kelguchi san'atkorlarning obrazi. Ayni vaqtda madaniyat inqilobi darmo, ya'ni o'zining mana shu san'at xumori bilan xalqimizning ro'yi dunyosini qilib keldi, deyib keldi. Ana hozir talablarni anglab qo'yinglar. Uzak kaplarının
Dünyadaki
Dünyadaki şovğut medeniyetlerine nispeten kızıkçılığın mana bunday ahvollar bosh ko'tarib chiqdi. Mushuni qanday qaraysizlar? Masalan, Uyg'ur xalq mahsullarini yoqtirib olmaydigan, çakran musiqalarini yoqtirib olmaydigan, cho'qinadigan, o'zimizdan xalq san'atkorlarimizni, xalq musiqamizni tanimay, çakran musiqalarini, çakranning cho'lponlariga cho'qinadigan, shularni biladigan, diskolarni, ko'ch usullariga o'zini beg'ishlaydigan bunday ahvollarga sizlar qanday qaraysizlar? To'g'rimi? Yo'q. Xato nima uchun xatodir? Ahmadjon, sizningcha nima uchun xato deysiz? Shunda yuzning usulini hadda o'qimay, chatlikni eslavagandan unumsiz ko'raman. Javobingiz bo'ldi, ha? Yana to'g'ri tegishli javoblar bormi? O'tiring. Ha, Mehran. Biz o'zimizni to'g'ri aytib boshqa millatlarni o'rganib bu internet xato. Bununla qarg'ulachi nima? Cho'qinish bor, ha? Qarg'ulash, cho'qinish. Hamma narsani to'g'ri o'rganish giyasi bor. Shundaqmi? Ana bo'lsa biz cho'qin avval nimani o'rganishimiz lozim? O'z san'atimizni, biz o'z san'atimizdan, o'zligimizdan jiroqlashqansiz, yaxshi narsa qanday ko'rindi? Nachar ko'rindi. Güzel narsa qanday ko'rindi? Sart ko'rindi. Xunuk ko'rindi. Shuni avval biz o'z san'atimizni, o'zimizning mushu milliy san'atimizni, milliy madaniyatimizni nima qilishimiz lozim? Qadrlashimiz, voyaga yetkazishimiz lozim. Savoldoshlar, o'tiring. Biz shunday tarixni oraqlaydigan bo'lsak, ayni vaqtki Zulqarnayn podshohligida Uyg'ur millatini o'qiyotchi millat deb atagan ekan. Uyg'ur xalqi o'qiyani oldin qanday atgan bo'lsa, altdan suturib, keyin shunday danishganda tekkizgashga o'qiyotchi millat degan bo'shlar chiroyli nomimiz bor ekan-ku. Endi ulug' islomchi Chingizxon davriga kelganda qanday nomimiz bor? Ma'rifatchilar degan nomimiz bor ekan. Ulug' islomchi Chingizxon davriga kelganda ma'rifatchilar degan nomimiz bor. Biz klassik adabiyot o'tganda Uyg'ur orasidan chiqqan xato-to'g'a Mo'ng'ul millati nimiga ketdi? Ma'rifatchilar. Endi bugun bizda shunday bir chiroyli nomimiz paydo bo'ldi. U qanday nomdir? San'atchi millat degan bu chiroyli nom. Mushunda suyunamsizlar. Suyunsizlar, shundaqmi? Shuna qaraganda bu san'at sizlarning boylig'inglarmi, barliqinglarmi? Boylig'imiz, barliqimiz emas, boyliq. Nima uchun? Nimishki bizning boylig'imiz, barliqimiz emas? Biz menga o'sha san'at orqali dunyoda titrab tura olamiz. Mumkin emas. Fan-texnik ishlab chiqishga kerak bo'lgan o'sha zamonda biz chigallardek bu san'atni suyib, san'atni yashayotganmiz. Biz bu dunyoda mavjud bo'lib tura olmaymiz. Boshqa millatlar fan-texnik sohada raqobatdan do'yaga tushsa, biz chatib turib yiqilamiz, chavanchi bilan turib qolamiz. Biz boshqalarning fan-texnik taraqqiyotiga biz hargizmi do'yaga tusha olmaymiz, ro'bro turib ko'rak qila olmaymiz. Faqat chavaqchi bilan turib qolamiz. Shuning uchun savoldoshlar, biz milliy san'atni, milliy urf-odatimizni, o'zimizning o'zligimizni saqlashdan birga cho'qim fan-texnikada muntirish bilishimiz lozim. Buni hozir biz shunday ko'rgan bo'lsak, Beyjinglarda, markaziy shaharlarda Uyg'ur qiz-yigitlarning yadro texnikasi, shundaqla raketa texnikasi qaratilgan yuqori fan-texnika sohasida bizning Uyg'ur qizlarimiz, yigitlarimiz shu tadqiqotlarga bevosita qatnashdi. Biz bundan huzurlimiz. Lekin bu bekmi oz. Bekmi oz sanni egallaydi. Shu savoldoshlarning cho'qim tirishib o'rganib, fan-texnika bilimini egallab, san'at mening boylig'im, barliqim emas degan o'sha ideya bo'yicha men shu umid qilaman. Do'stlar, oxirgi topshiriq. To'g'riki Hayırlı hoş.